Assalomu alaykum, xayrli kech barchaga. Qadrli futbol muxlislari, siz u biz kutgan onlar yetib keldi. Futbol bo'yicha Jahon chempionati yurtimizda, O'zbekistonda bo'lib o'tadi. Tarkibida afsonaviy futbolchilardan iborat jahonning yetakchi terma jamoalari maydonga kirib kelmoqda. Demak, kutib oling. Cristiano Ronaldo boshchiligidagi Portugaliya terma jamoasi Lionel Messi sardorligidagi Argentina terma jamoasi. أنا كده بشرب شايف عصافير ودماغي بتعمل بام Jahon futboliga eng ko'p yulduzlarni yetishtirib chiqargan Braziliya terma jamoasi. Ana endi amaldagi jahon chempionlari Fransiya terma jamoasi. Qadrli do'stlar, mana endi barchamiz kutgan onlar yetib keldi. Butun O'zbekiston orzu qilgan daqiqalar va nihoyat jahon chempionatida bizning jamoa O'zbekiston terma jamoasi. Assalomu alaykum. Jahon chempionati muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Bizni jahon chempionatiga Server Jeparov olib chiqadi deb hafsalasi pir bo'lib. Keyin Odil Ahmedov olib chiqadi deb hafsalasi pir bo'lib. Oxiri Eldor Shomurodovdan umid qilib o'tirganlar. Bu qorin bilan Shomurodov ham yordam bera olmasa kerak-ku. Assalomu alaykum. 7 yoshidan o'zimizni natsionalniy futbolga muxlislik qilib, ana chiqadim, mana chiqadim, 70 ga kirgan tog'ajonlarim. O'lib qolmaylar. Assalomu alaykum. Fransiya terma jamoasi zo'rmi? Yo'q, Braziliya terma jamoasi zo'rmi deb o'tirgan O'zbekiston terma jamoasining muxlislari. Bularni ham o'ynashi zo'r. Aytib qo'yay, ko'rganman, o'ynashi zo'r. Assalomu alaykum. Babayan futbolni tushunmaydi deb, Babayanning taktikasi yo'q deb o'tirgan muxlislar. Bular qaydan biladi? Ichimizda quloq bor. Kimdir aytganda, lekin shu Babayan bo'lmaganda, jahon chempionatining orqasidan O'zbekistonga 50 million dollar kirib kelmasdi. To'g'ri aytasiz. Eng arzon jahon chempionati mana bizda bo'lyapti. To'g'ri. Hurmatli xonimlar va janoblar, jahon chempionatini rasman ochib berish uchun minbarga FIFA prezidenti Gianni Infantino kirib kelmoqda. I love you, Uzbekistan! Vot, O'zbekiston qanaqa mehmondo'st xalq. Rahmat. Bolalar, FIFA prezidenti samolyotdan boshini chiqarib keldimi deyman. Nimaga? La Ligaga o'xshab to'zib ketibdi. Bo'lmasa samolyotdan nos purishga sharoit yaratib qo'yinglar.
O'zbekiston вообще mehmonda o'sqan. Aeroportdan kelyapman, non tuz akalar. Вот taksist aka kutib oldi aka. Как зовут aka o'tingizni? Qutlamurod. Как? Qutlamurod. Qisqaroq. Qutli. Kutli aka. Вот Kutli aka вообще mujik odam. Aeroportdan Drujbagacha $300 olib keldi. Вообще gap yo'q. Toshkent bunaqa katta deb вообще o'ylamagandim. Nimaga? Aeroportdan Drujbaga 3,5 soatda keldik. Yo'q, Probka ekanmi? Paputya aytdi, Kadishevaga 3 ta odam oldik. Nazarbekka 2 ta odam oldik. Keyin Mitangaga kirdik, $200 Mitanga oldi. Qutlamurod aka. FIFA O'zbekistonga $100 million ajratdi. Kutli aka. Kutli aka. Tepadan qaraganda ismingiz ko'rinar ekan. Šta? Mag'rang, kechirasiz nech pul deysiz? $100 million. Ustoz bizaga 50 millionni uchastka betibdi-da. Kanaka. Ha, banketda 50 degan ekan. Kechirasiz, kim trenerslarda? Mana ustoz. Ismingiz aka? Babayan. Kak? Babayan. Baraban aka. Qanaqa taktikada o'ynaysizlar? Bizni taktika mana. Kichkinacha ekan, ha? Ha. Ikki gapirmi? Qo'shida. Bishga oldi. Mustiga bor ekan. Dachan taktikasi nima berasiz? Tamila adashib ketdim. O'rtoqlar, ertaga Braziliya bilan o'ynaysizlar, o'rtoqlar. Kuchli ular, kuchli. Rahmat, Barabar aka. Hal qildingizmi? Sizlar 18 kishi o'ynaysizlar. Ular 3 kishi o'ynaydi. So'r. Sal bir uyalinglar. Bu futbol bo'lyapti, Unaqa ketmaydi. Biz 11 kishi o'ynaylik. Ular 6 kishi o'ynasin. Bizga qo'yga ruxsat bering. Хорошо. O'yinga tayyormisizlar? 5 kara 5? 24. Sanashni ham bilmaydi. Avion ketdik bo'lmasa.